Bilasizmi, oxirgi payt patsientlar orasida juda ham ko'p shu muammo kuchayib ketyapti. 100% desam xato bo'lmaydi, chunki men asosan ayollar bilan ishlayman. Yosh, qari, o'rta yosh, hammasida bir xil muammo. Eng aktualniy hozirgi kunda doim charchaganman. Charchab ketyapman. Oldin aytishardi, qancha bo'lsa ishlar qilardim. Kimnidir yollab uylarimni tozalatishga muhtoj emas edim. Hamma narsaga ulgurardim. Bir bahona qilib ko'raman, vaqt qisqargan deb o'ylayman deyshadi. Doimiy charchaganman, holsizman, ertalab turganimdan boshlashadi deyshadi. Ertalab turganimni o'zida charchagan holatda uyg'onaman. Hech narsa ish qilgim kelmaydi, oyoqlarim xuddi o'zimga bo'ysunmayotgandek tuyuladi. Og'irman, kayfiyatim yo'q deyshadi. Keyin nimadir shirinlik yesam kayfiyatim ko'tariladigandek tuyuladi. Sraz nimadir shirinlik qidiraman yoki o'sha kofe ichib olaman, shirin qilib. Nimadir zo'r pecheniya bo'lsa, shu pecheniya yeb olaman. Qanaqadir yig'lagim keladi deyshadi. Shuning natijasi, конечно, bu o'z o'rnida gormonlarni faoliyati buzilishi bilan juda ham bog'liq. Bu narsani kayfiyatsizlik, doimiy holsizlik, doimiy charchoq o'z o'rnida buyrak usti bezi, qalqonsimon bezdagi gormonlar va o'z o'rnida organizmda oqsil yetishmasligi va energiya yetishmasligi, aslida buni tushuntirsak juda ham katta mavzu. Ya'ni tushuntirsak, alohida kiradigan bo'lsak, lekin asosiy sabablardan biri mana shu buyrak usti bezi, qalqonsimon bez gormonlarini faoliyatini o'sha buzilishi yotadi va organizmda ayollarimiz va xalqimiz eng katta qiladigan xato, men shu shirinlikni yesam energiyaga to'yinaman. Bu eng noto'g'ri ish. Bilasizmi, ko'pincha har doim beraman-da bemorlarga savol. Xo'p, mana kola ichdingiz. Mana kolani mukkasidan ketganlar ko'p hozirgi kunda. Kuniga 1 litr kola ichmasam bo'lmaydi deyshadi. Yoki xo'p, mana sizga savol beraman-da shu bemorga. Siz kola ichdingiz, nima o'zgaradi? O'ylab turishadi, o'sha holatdagi his-tuyg'ungizni aytib bering, nima o'zgaradi kofe ichsangiz? 5 minut, 10 minut maza qilaman, все deyshadi. Bo'ldi, o'tib ketadi. Organizmimiz energiya yetishmagan holatida organizmda qonda glyukoza tushib ketadi va bosh miyaga o'sha kislorod glyukoza tashilishi yomonlashadi. Natijada bemorda holsizlik, charchoq yuzaga keladi. Bu o'z o'rnida buyrak usti bezda kortizol yetishmasligi, gormon normada ishlamasligi va insulin gormoni balandligi, bularni natijasida semizlik, natijada prolaktin gormoni balandligi, bularni hammasini nega bizda tubida jigar va o't qubi faoliyatini yaxshimasligi yotadi va natijada bemor shirinlik ichganda vaqtinchalik, ya'ni o'sha qonga glyukoza tushdi, tushgan glyukoza insulin orqali to'qimalarga kirdi va bosh miya glyukoza bilan ta'minlandi, kislorod yetib boryapti. Demak, natijada inson ma'lum vaqt o'zini tetikdek his qiladi va bu doimiy yolg'onda kasm tetiklik organizmda insulin gormonini oshib ketishiga, insulin rezistentlikka olib keladi. Mana hozir hamma butun xalqimizda urf bo'lgan, menda insulin rezistentlik bor ekan deb qo'yishadi patsientlar, tushunmasa oldimga kelib va natijada semizlik yuzaga keladi. Demak, har bitta narsa, ya'ni to'liq qarab o'rgansak, kayfiyatsizlik, holsizlik negizida kechqurun kech uxlash, stress omili, yana noto'g'ri ovqatlanish va o'sha yolg'onda kasm bizga berayotgan shirinlikni energiyasidan maza qilish yotadi. Va qarabsizki, ma'lum vaqt o'tib, mana bir oyda 2 kilo vazn qo'shsangiz ham, уже 1 yilda 15, o'rtacha 10-15 kilo vazningiz bor. Endi tasavvur qiling, 1 yilda 10 kilo o'rtacha semirib tursiz. Yoki mayli, o'rtacha 5 kilo semirib tursiz. 5 yilda bu 25 kilo degani. Shuning uchun borgan sari xalqimiz orasida bariatriyaga va ozdiruvchi ukollarga ehtiyoj oshib ketyapti. Ya'ni oxirgi payt уже bariatriyadan ham odamlar уже, ya'ni oshqozon kestirishdan ham semirib ketishyapti. Demak, gap u faqat ozdiruvchi ukollar, zo'r lecheniyadan emas, har bitta insonning irodasida. Men har doim bemorlarga bilasizmi nima deb tushuntiraman? Bemorlarga shunaqa tushuntiramanki, o'zi benzinlar haqida unchalik zo'r ma'lumotga ega emasman, lekin yaqinda xo'jayinim tushuntirib berdilar. 95 benzin bilan 80 benzinda
Ya'ni biz to'g'ri ovqatlansak, oqsilga boy ovqatlansak, как будто 95 benzin quygan deymiz. Ya'ni uzoq yonadi, 80 benzin tez o'char ekan. Demak, biz shirinlik yeyishimiz xuddi shunaqa. Bitta yonadi, tez o'chib qoladi. Mana bu oqsilga boy ovqatlansak, 95 benzinda. Ya'ni oqsil bizning organizmimiz uchun fundament. Mana uy qurmoqchi bo'lsangiz, g'ishtdan, pishiq g'ishtdan, sementdan qursangiz, bu pishiq uy bo'ladi. Demak, bizning ovqatlanishimiz va tanamiz sog'lom bo'lishi, ya'ni oqsil va yog'imizga bog'liq. Asosan oqsilga bog'liq. Ya'ni bizda oqsil organizmda stроительный, qurilish ashyosi hisoblanadi. Bizda oqsil minglab, millionlab reaksiyalarda ishtirok etadi. Har bitta gormoningiz yaxshi ishlashi uchun ham unga oqsil kerak. Uglevod emas, ya'ni shirinlik emas. Shuning uchun bizning organizmimiz yillar davomida sog'lom bo'lishi uchun bizni oqsilimizni mustahkam qilishimiz kerak. Oqsil bu mushak degani. Ya'ni bilasizmi, hozir ko'pchilik yumshoq. Chunki unda yog' qavati ko'p, insulin balandligi hisobiga. Inson sog'lom bo'lish uchun mushak qavati ishlash kerak. Mushak qavatini ko'p harakatlanish, fizik aktivlik, sport bilan shug'ullanish, ovqatlanish tartibini to'g'irlash, bular mushak qavatining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yog' qavatining rivojlanishiga bo'lsa, ko'p uglevodli yeyishimiz, sut mahsulotlari, shirinliklar, un mahsulotlari, gazli va gazsiz shirin suvlar, shu har xil svejiy soklar doimiy qabul qilish, bular organizmda yog' qavatini ko'payishiga, ya'ni insulin gormonining oshishiga sabab bo'ladi. Men ko'p o'qiganlarim natijasida o'zim yaqinda o'sha Kalenchenko degan professor bor, ular kelganlarida o'qishga borganimizda aytgandilarki, 25 yoshgacha inson organizmida oqsil to'planishida va organizmi sog'lom bo'lishida harakat qilish kerak ekan. 25 yoshgacha. Lekin biz nima qilamiz? Qachon sog'lig'imiz bilan ishlashni boshlaymiz? 40 dan keyin. Ya'ni bola chaqamizdan orttirib, pulimizni alohida mashinalardan, ya'ni moddiy ehtiyojlarimizdan orttirib 40-45 dan keyin o'sha shikoyatlar boshlanganda, shu juda holsiz bo'lganimizda, juda qattiq boshimiz og'riganda, shirinliksiz yashay olmay qolganimizda, juda semirib ketganimizda, jigarimizda yog'li gepatoz, ko'ngillanishlar, ich qochishlar, tanamizda har xil dog'lar boshlanganda, qornimiz o'zimizga yoqmay qolganda biz shug'ullanishni boshlaymiz. Demak, organizmimiz sog'lom bo'lishi uchun 25 yoshgacha harakat qilish kerak ekan. Inshaalloh, Xudo xolasa, balki bizda ham O'zbekistonda, o'zbek xalqining orasida 25 yoshgacha sog'lig'i uchun qayg'uradigan yoshlar bo'ladi degan umiddaman. Chunki organizm sog'lom bo'lish uchun ortiqcha vazn albatta bo'lmasligi kerak. Semizlik bu uncha kasallikdan jiddiyroq kasallik hisoblanadi. Chunki bu sistemali holat hisoblanadi.